Assalomu alaykum hammaga. Barchalarni O'zdrive kanalida ko'rib turganimdan juda ham mamnunman. Kanalimizning yangi a'zolariga o'zimni tanishtirib o'tsam, ismi Sharifxon Hikmatilla Haydarov. Men bu kanalda Moskvadagi haydovchilik faoliyatim haqidagi videolarni sizlar bilan bo'lishib boraman. Demak, bugun 9-mart 2021-yil hafta kuniga seshanba. Barcha ayollarimizni, opa-singillarimizni o'tib ketgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim har doim shunaqa ochilib sochilib go'zal bo'lib yuringlar. Demak, bugun benzinimiz ozroq. Benzin zapravkaga olamiz. Odometer 0 ga qaytarib olish esdan chiqarmaymiz. Soat millarimiz 7 dan 15 daqiqa o'tyapti. Taksometrimizda esa ish qaynagandan qaynayapti. Bu Kazanskiy vokzal 2,5 koeffitsient bilan. Yomon emas. Olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va klientga qarab yo'l olamiz. Здравствуйте. А у меня же нет детское кресло. А вы скачем? Нет. А, детского кресла нет? Да, вызывайте детскую машину. А, нельзя так? У вас Ну, конечно. там... Нет. Ну, по закону запрещено. Алло, так отмените, пожалуйста, заказ, вызывайте себе детское такси. Я вызвала детское, да. А вот этот заказ, который у меня висит, отмените, пожалуйста. Да, сейчас попробую, я что-то не могу сообразить как-то, ну попробую сейчас. Shunaqa ablahlarni deb bekordan vaqt yo'qotishimiz ham hech gap emas. Xo'p, birinchi zakazimiz atmen bo'ldi. Ikkinchi zakazimiz zakaz Sushovskiy val 2.6 olamiz. Здравствуйте. Sushovskiy вал 14, да? Пожалуйста, хорошего дня. До свидания, всего доброго. Так, 31 minut 1100. Чё-то keyingi zakazdan darak yo'q. O 3.2 koeffitsient bilan olamiz. Здравствуйте. На Большой Сухаревской, да? Да, все верно. Zakazimiz katta koeffitsient bilan tushgan edi. 25 minutlik yo'l. Здравствуйте. Demak, soat millarimiz 10dan 2 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Bu pallada toychog'imizni qorni ochgani ayon bo'ldi. Tak, benzinimiz yo'q. Shuning uchun uzoq bo'lmagan joyda zapravka bor ekan. Tak, zapravka Eka. O'sha yerga kirib, taksometr balansidan benzin qo'yamiz va ishimizda davom etamiz.
Здравствуйте. Второй, пожалуйста, на 1000 рублей. Яндекс работает? Яндексdan zapravka qilish uchun kolonkani belgilaymiz, ikkinchi kolonka va bu yerda summa. Ikkita yoqda tablomuz ko'tarilishi kerak. Tayyor. Taksometrda prioritetim bor yo'g'i +9 aylanyapti. Sababi mashinani Yandex brend bo'yicha nimasi fotokontroldan o'tmadi. Sababi hozir zakaz tushib qoldi. Hozir ko'rsataman sababini. Sababi mana orqadagi nomerlar Yandex o'sha nomeri ko'chib ketayotgandi. Yandexning nomeri ko'chib ketayotgandi, o'shani ko'chirib tashlagandi. Shuni sababiga o'tmabdi. Prioritet yuqori bo'lsa, zakaz intervali juda ham katta bo'lmaydi. Zakazsiz bekor turib qolmaysiz, bekordan vaqt sarflamaysiz. Meni brendingimga e-korobga 7 ball plus bo'lish kerak ekan. 9 bo'lsa kamida 16 aylanish kerak ekan hozir. Meni reytingim ham o'tgan hafta tushib ketgan edi. 2 hafta juda ham past reytingda yurdim. 4.840 qami shoxga tushib qolgan edi. Hozir bir haftadan beri to'g'ri mana haftadan ko'tarilishni boshladi. Zakaz tushib qoldi. Arbatskiy bozor sentrga olaveradi, olamiz va ish kunimizni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi zakazimiz 24 minut 356 so'm. Shunaqasi ham bo'ladi. Yana ожиданияsi bilan ekan. Hop. Dальше. Так, bu tarafga ketsak ekan. Soatimiz 1 bo'lyapti ekan. Ya'ni obed qilsak bo'ladi. Ish bo'yicha bizda 3383 ming so'm benzinga ishlatdik, rasxodimiz bor. Общий 4383. Tak, ertalab 5 soat 37 minutdan beri liniyadamiz ekan. Ertalab 7da chiqqanmiz ham, 7:10larda boshlaganmiz ham. To'g'ri. Har holda chidasa bo'ladi. Tak, Yandexda har kuni uyga qaytish uchun ikkita
shunaqa funksiyasi bor. Damoy knopkani 2 marta bir kunda 2 marta yoqsa bo'ladi. Bittasini hozir ishlataman, ikkinchisini kechqurun smenani tugatayotganimda kechki payt ishlataman. Umid qilamanki, hozir zakaz bo'ladi. Romanov переулок, menimcha sentrga yo'l. Uber zakazi olamiz. Здравствуйте. Здравствуйте. На Романов, да? Damoy knopkani yoqib, ikkita zakaz bilan mahallamga yetib keldim. Bilasizlarmi, bu yerda nimani ko'rib qoldim? Sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Taniysizlarmi buni? Chorniy Merin deganlarini. Akula. Rossiyskiy bloger Litvin yoqib o'rgan mashinada. Dahshat bo'lsa kerak-a, apparat. Demak, o'rtoqlar, men bugungi smenani sal vaqtliroq yakunlayapman, sababi zarur ishlarim chiqib qoldi. Hozir bugungi smenamizda itogosini ko'rsatib o'tib ketaman. Tak 7 soat, rovno 7 soat liniyada 166 kilometr yo'l bosib o'tibmiz. 166 kilometr где-то 500 или 600 so'mlik benzin yoqqan bo'lamiz. Taksometrda esa ровно 4061 so'm и 999.94 rubl benzin. Ровно 5000 ishlabmiz. Так, kalkulyator 5000. Hop, уже bu yerdan anaqa minus bo'lib ketdi. Benzin avtomatik minus bo'lib ketdi. Minus. Так, 4000 minus 1400 arenda, minus 425 so'mga obedimiz chiqdi va itogo 7 soatda 2175 so'm chiqibdi. Har holda yomon emas. Havoni qaranglar, tiniqligini. Gram chang yo'q. Sovuq bo'lsa 21 gradus. Sovuq juda ham. Tak. Mashinamizni pribori minus 18 ko'rsatyapti. Telefonda esa minus 21. Soatimiz millari 6dan 52 daqiqa o'tdi. Mana qaranglar, soat kuchliligidan mashinaning ichida nafas olsam qirov bosib ketibdi. Qirov bosib, уже muzlab ham qolibdi. Bakoy qaranglar, salonchidagi. Вообще anaqa bo'lib qolibdi. Torpedalar soat bosib ketdi. Xuddi ertadan keyin degan kino bo'lardi yoshligimizda. Hamma joyda qish kelib uylarning ichini ham mana shunaqa sovuq bosib, qirov bosib ketadigan.
shunaqa bo'lyaptimi deyman, mana qaranglar. Ko'rinyapti deb umid qilaman. Sovuq juda ham kuchli. Ishga kirishamiz. Улица Строителей. Поехали. Доброе утро. На строителей. На строителей. Да. Пожалуйста. Шикарно. Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня. Minut 438. Demak, mana bunaqa zona minimalka degan narsa bor, как раз. Hozir men 500 so'mlik joyda, 550 so'mlik joyda turibman. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda har bitta zakaz narxi 550 so'mdan arzon bo'lgan zakaz. Yani minimalka bo'yicha yopiladi, ya'ni 550 so'mdan aylanadi. Har bitta 550 so'mdan kam bo'lgan zakaz, arzon bo'lgan zakaz. 550 so'mdan qimmat bo'lgan zakaz уже taksometr hisobi bo'yicha, Yandex'ni shoti bo'yicha hisoblanadi. Hozir soat rovna 8 dan boshlanadi. 7 dan 58 minut o'tibdi. Atelabdan o'chirib qo'ydim, чтобы zona minimalkadan zakaz olish uchun. Hozir 2 daqiqadan keyin yoqib ko'ramiz. O'sha minimalka zakaz olish uchun. Misol uchun hozir kelgan zakazim 13 minutda 438 so'mga kelgan bo'lsam, agar minimalka zonadan olgan bo'lganimda o'sha zakaz 550 so'mga yopilardi. Demak, soat 8 dan 1 minut o'tdi va liniyaga chiqaman. Zona minimalkadan zakaz olgani. Большой Сайвинский переулок. Buni Osiyo bo'laveradi. Chunki koeffitsient katta, minimalka bilan yopilmasa ham. Стоит в навигаторе, что это самое, водитель показывает, где я. Сюда приехала, отсюда уезжаю. Здравствуйте. Химки, да, вот? Химки, да. Что надо делать в таком случае? Позвонить, объяснить. Перезванивать? Спасибо вам большое, доброго дня. Пожалуйста, спасибо и вам. Yarım saat 589.
можно ждать. Там, Да. по-моему, 2 часа, что ли, бесплатная парковка. Вы же написали Я написал, что с входа входа. в торговый центр этот, С парковки написал. да. С парковки. Я с парковки вышел. Вот вход проехали просто. Надо было так и написать. Я и так и написал. Может быть, позвонить. Вход в ТЦ с парковки. Здрасте. Соколово-Мещерского. Скажите, вы можете подождать минут 3? Нет, банкомат нужен и обратно поедем. Да, без проблем. Если что, я буду на месте вот этой черной машины. Все, едем. Поменяйте, да, конечный адрес? Что еще раз? Конечный адрес поменяйте, да? А, как-то поменять нужно, да? Да. Что мне нужно сделать? Еще заказ сделать, да? Нет, изменить конечную точку. Идите. Нашли? Все, да? Ага. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Все, тогда. Пожалуйста. До свидания. Так, menimcha shu oxirgi zakazim bo'ladi. Probka 7 ball, soatimiz millari 10 ta kam 7. Пакет. Ах, вроде что ли, Tamam çıkartırsın geldiği zaman el aletleri. Tamam kendilerine aitmiş onların. Anıları. Пожалуйста. Görüşürüz. Hadi gel. Ben buradan da uzak olayım.
Честно. Pожалуйста. Demak, bugun 210 kilometr yurib o'tibmiz. 9,5 soat ish. Taksometr balansida 4600 1000 so'm rasxodimiz bor. Benzin qo'yganman. Lekin benzinni hammasini yurib tashlamadim. Почти yarim bak benzinimiz bor. Где-то 800 so'mlik, 700-800 lik benzin yoqildi. Bu betdan hop 1000 so'm benzin ayirib tashlasak, kalkulyator 4600 minus 1400 arenda minus 350 so'm moyka minus 280 so'mga obed qilgan edim. Bugungi kun 2500. Men 2 kunlik ishlagan so'ng ham shunaqa chiqdi. Videoni tez orada montaj qilib YouTube ga yuklayman. Agar video yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar. Albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha